Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ishlatilgan mebellar arzon narxda qo'yib boramiz. Ana obuna bo'lib, kuzatib boringlar, layklar bosib, tanishlarga jo'natib. Bu yerda spaniga yantul olib chiqib berdik. Mana har xil stenkalar, mana rossiyskiy stenkalar. Undan tashqari naryoqda devorlar ham bor. Rossiyskiy devorlar, spaniya bo'lgan devorlar bor. Hammasini bir tanishtirib o'tamiz. Obuna bo'lib, layk bosib, kuzatib borishda davom etinglar. Mashina tanishtirib Spaniya razmerlari 1.60, uzuni 2.20 bo'ladi. Ikkita tumishchasi bor. Matrasi ham o'zining radnoy ichida mana ochilmagan matraslari. Oyoq tomonlari ham mana cho'l ishlangan. Narxi ham zo'r. Bu shvaneri ikki tomoni vishlika bo'ladi, o'rtasi polka bo'ladi. Ichlari ham tiniq holatda. Mana. Narxi zo'r. Bu narxini 2.800.000. Mana polka joyi. Bu narxi 2.800.000 vodiy bilan dastakamiz bepul. Ikkita tumushi Spaniyaga. Holati tiniq. Undan tashqari rossiyskiy stenka bor. Bunda razmeri 3 metr bo'ladi. Mana 3 metrlik stenka. Servant joylari, ichlari, mana holatlari, aynalari ham o'ziniki. Tiniq holatda. Bu polka joyi mana. Buning narxi 2 million, vodiy bilan dastakamiz bepul. Mana. Ba'zi kamotimiz bor, rumiyskiy kamot. Tiniq holatda. Bu narxi ham zo'r, yog'ochdan ishlangan. Narxi 400 ming so'm qilib beramiz. Yonlari ham podrobka bo'ladi mana. Trimoyimiz bor. Materiali akril, tortmalari ham ochilib olishi ham zo'r, narxi ham zo'r narx qilib beramiz. Bu narxini 400 ming so'm qilib beramiz. Ay materiali akril, polka joyi 400 ming qilib beramiz. Ba'da mana stenkamiz bor. Stenka 4 metrlik stenka, Belarusyaniki, hamma yo'q radni. 5 ta narsa joylari ham moslab ishlab to'g'rasizlar. Vishlika joyi, materialiga yaltirash polirovka, ruchalari ham temirdan. Bu narxi 2.800.000, vodiy bilan dastakamiz bepul. Bu tepasi antresollari ham adden chiqadi hammasi. Xo'p. Sondig'imiz bor, yog'ochdan ishlangan. Bu narxi 400 ming so'm qilib beramiz. Holat ideal sostoяние. Shvanerimiz bor. Rossiyskiy shvaner, oshmoqchilari ham o'ziniki. Tepalari ham antresolar ajraydi. Bu narxini 850 ming qilib beramiz. Shvanerimiz bor. Materiali polirovka bo'ladi. Yana ichlari Vengriyaniki, Vengriyada ishlab chiqarilgan. Gullari bitta e'tibor berib ichida biz qilmaganmiz, zavodskiy o'ziniki. Holat ideal sostoянияda. Polka joyi mana. Oshmoqchilar splashni yakkali bas, tortmalari ham ochilib olishi zo'r. Shosini bu narxini 1.600.000 vodiy bilan dastakamiz bepul shvaneriga. Holat ideal. Hop, stolimiz bor. Stol 150 ming qilib beramiz, temir stol. Ko'p narsa yondan o'tib bonus. Ba'dan raskladniy divanlarimiz bor. Bir boshqa tanishib o'tamiz. Mo'yishi materiallari. Holatlari tiniq, yangida qilib berilgan. Xo'p, bunda razmeri 1.90 ichida bo'ladi, bakyolar hisoblansa 2.20, 2.30 bo'ladi. Spaniya ham bo'ladi, tagida sondiqlari ham bor. Rossiyskiy divan hozirgi fasonga moslab berilgan. Shu baqat qilib berilgan. Ikkita bor. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pastdan nomer qoldirib beramiz. Mo'yishi material, sondiqlari zo'r ishlaydi, mana mexanizmlari. Bu Spaniya holati. Narigisi ham shunaqa Spaniya bo'ladi bunisi. Mana. Bu narxi 1.600.000, vodiy bilan dastakamiz bepul. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Rossiyskiy devorlar. Bu divan kresloyimiz bor, Toshkentniki juda ham zo'r holatda. Yonlari bitta juda chiroyli ishlangan. Juda yaxshi narsa, bu Spaniya ham bo'ladi. Ikkita kresloyli divani bor. Spaniya bo'lishini ham ko'rsatib beramiz. Mana var. Spaniya tiniq holatda kreslosi bor, mana Spaniya bo'lishini ko'rib olasizlar. Chexollari ham yo'q, radni o'ziniki oqalagacha material bo'ladi, shunaqa bir xilda mana yonlari. Spaniya bo'layotgan holatda. Endi ochiladi. Temir bo'ladi, uni razmeri 2 metr bo'ladi, uzuni eniga 1.60 bo'ladi, bu qadar changda oladi. Yig'ishtirayotganda mana. Ola, hopper. Hopper display.
Bunaqa 2200 ming vodiy yo'li dastakamiz bepul. Ikkita kirisi o'tdi deyman. Padushalari ham o'ziniki. Qalin padusha 15 lik machaka yo'li. Bemalol aloqaga chiqarasiz, pastdan o'g'il qoldirib qo'yamiz. Stolimiz bor, 6 talik. Stullar mana radni o'ziniki 6 stul, bitta stoli bor. Bunaqani 900 mingga beramiz. Bo'ladigan narxi, o'rtasi ham ochiladigan. Mana stolimiz bor. O'rtasi ochiladigan stol. Bunaqa 200 mingga beramiz. Mana ruminskiy tumba bor. Tuzli pasivga qilishsa ham bo'ladi. Bunaqa 250 ming. Servantlar bor mana. 1.10 ga uzuni 1.90. Ko'rkatlari 100% ishlaydi, hamma yo'g'i polirovka. Bunaqani jupiga 800 ming qilib beramiz mana. Ikkitasi 800 ming so'm. Xo'p. Germanskiy servantimiz bor. Holatlar ideal sasnaydi. Aynalari ham radni o'ziniki, polkalari ham, taylarida polkalari ham bor. Tortmalari ham ushla yopilishi ham zo'r. Obuna bo'lib kuzatib boringlar. Bundan da arzon men bilan qo'yamiz. Buning narxini hop, jupiga 1 million qilib beramiz. Germanskiy 2,5 metrli servant. Bunisi bor, jupiga 900 ming so'm. Bolgariyaniki, tirnoq polirovkalari ham tirnoq zo'r narsa. Xo'p, ichlari hamma yo'q o'ziniki. Jupiga 900 ming. Bu servantimiz bor, Ruminiyaniki. Import servant. Buni narxini 850 ming qilib beramiz. Aynalari hamma yo'q radni o'ziniki. Taxtali shanerimiz bor, yog'ochdan ishlangan hamma yo'g'i. Oshmoqchilar splashnoy bo'ladi. Mana. Hamma yo'q taxta. Narxi ham polkalari mana. Ishlikka tomoni yog'ochdan ishlangan. Buni polkalari ham bor. Polkasi boshqa shanerdan olib chiqib qo'yaveramiz, polkalari bor. Bu narxi 750 ming so'm. Sera trimoy bor, narxi 250 ming qilib beramiz. Obuna bo'lib kuzatib boringlar. Bundan da arzon bilan qo'yib boramiz. Instagramga obuna bo'lgan bo'lsalar ham Instagramda bepulga 1 million 700 minglik cho'xindilardi mana. 1 million 700 minglik cho'xindilar o'yinga qo'ydik. Bemalol obuna bo'lib kuzatib boringlar. Sharti oddiy, hozir tanishtirib o'taman uni ham. Oshxona mebellar bemalol aloqaga chiqsangiz narxlarini tanishtirib o'taman. Xo'p, narxi buni 1 million 600 ming so'm, akril material, tepalar tekstil. Bunisi 1 million 700 ming so'm, prosessorligi. 2 metrligi 2 million 100 ming so'm, akril materiali, PVX chromcha, hamma yo'q radni o'zi, tekstil 2 qavatli. Narigisi bor 2,5 million vodiyli dastakamiz bepul, mevali 240 lik. Xo'p, mana shu cho'xinimiz bor, prosessorlik. Cho'xinni o'yinga qo'ydik Instagramga. Xo'p, sharti oddiy, Instagramda ishlatilgan mebellar qisqalarga chiqadi. Endi obunachilar 25 ta bor. O'sha obuna bo'lib kuzatib, cho'xinni nimaga qo'yib qo'yganmiz Instagramga. Kommentariya yozib, yoki bo'lsa qo'llab-quvvatlab tursalar, mana shu cho'xinni kim yutib oladi, o'shanga nima beramiz. 1 million 700 ming cho'xinni berib yutib olsalar imkoniyati bor. Xo'p, YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Bundan arzon mebellar qo'yishda davom etamiz. Assortimentlarimiz bor, ya'ni joyimiz shatarlik uchun olib chiqolmadik. Bemalol pastki nomerlarga qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.